1.8 kublik frontal yuklangichni har 250 motochasda texnik xizmat ko'rsatish kerak bo'ladi. Faqatgina birinchi texnik xizmat ko'rsatish 100 motochasda amalga oshiriladi. Har bir texnik xizmat ko'rsatishda yoqilg'i filtrlari hamda motor moy filtrlari almashtirilishi kerak bo'ladi. Havo filtrlarini zaruratga qarab tez-tez tozalab turish kerak bo'ladi. Korobka filtrini birinchi tovada va har 1000 soatda almashtirib turish kerak bo'ladi. Gidrobak filtrini har 1000 soatda almashtirish kerak bo'ladi. Motor moyi bu yerdan quyiladi. Har bir texnik xizmat ko'rsatishda 17 litr motor moyi quyiladi. 15 ga 40 yoki 10 ga 30 motor moyi kerak. Korobka moyi shu yerdan quyiladi. Faqat Lyugon texnikalarida motor moyi va korobka moyi bir xil quyiladi. 15 ga 40 yoki 10 ga 30. 100 motosoatdan keyin va har 1000 motosoatda bir marta almashtiriladi. Korobka moyi bo'g'izgacha to'ldirib quyiladi va transport vositasi salt yurish dvigatel ishlatilgandan so'ng unga dalivka qilinadi. Ko'rib turganingizdek, agar zavod qilinmasa, toshib ketishi mumkin bo'ladi. Old va orqa ko'prik moylari birinchi tovada va har 1000 motosoatda bir marta almashtiriladi. Unga 80 ga 90 yoki 85 ga 90 44 litr ikkita ko'prik uchun moy quyiladi. Gidravlik moy 2000 motosoatda almashtiriladi. Antifriz ham 2000 motosoatdan keyin zichligiga qarab almashtiriladi. Tormoz moyini har hafta tekshirish kerak bo'ladi. Old va orqa tormoz alohida joylashgan bo'ladi. Har kuni barcha birikmalarni solidol bilan moylash shart.